reshlari. Mana bu kanalni ko'rishlar. Mana bu murojaat qiluvchi baland bo'lamdi. Mana bu tomondan kanal bu yerda 1,5-2 kilometrlarni to'lab kelgan. Buni to'lab, ularga xalqning murojaatini hal qilish kerak. Xo'p. Sizlardan ko'rdik, rasmni biz ham tashlab beramiz. Bizning vazifamiz shu. Mayli, eshon bu. Mana shu ko'pirdan keyin naryoqda bir mana shu ichidan shunday yurib boradi, mana shu odam shuni ko'rinib turadi. Yo'q, biz har kim bo'lmasa ham hech qanday haftasi bir jirib berdik. Shuni aytaman. Bilaman uni. Balandda, hozir berlasizlar. Ey, naryoqlarda xabarimiz bor. Buni o'tib ketadi. Buni o'tib ketadi. Biz hozir bizning tashlab 1,5 kilometrda dedik-ku, shu 1,5 kilometr. Yo'lini aytib, yo'liga kelishadigan bo'lsak, texnika kelsin, yo'lni noqulma. Qurib bo'lsa ham noqul tekshiraveraman. Bu buyoqqa tushaman, buyoqqa tushaman, to'g'rilaymiz. Yo'l bo'ladi. Tushunasiz. Bu adirni kengligi qancha? Yo'q, uni biz Bundan kelgan suvni eplab bo'la olmaydi. yo'q, Hozir buni balki videoda suv bola, tuhmat bola, hozir bu videoda ko'rinishi katta ko'ringan paytda bu sel kelgan payt bu kanal balki ariqday bo'lib qoladi. Uni juda yaxshi, bunda resh Biz selga amaliy yordam bermaydi. yo'q, Sizlarni narx qilayotganimiz yo'q. Mana xalqning murojaati, dehqon mahalla fuqarolarining murojaati mana shu. Yaqinda keladigan selning xavfini oldin olish uchun bular murojaat qilib oldindan biz ogohlantirib biz shuni hozir yuqoriga tashlaymiz. Yuqoriga tashlaymiz. Mana shu ko'rdek. Mana biz buni sizlardan oldin ham aytib kelyapmiz. Buni birodarlar, bu misol yerga keltiringlar. Xalq ko'p. Sizdan boshqa ham birovlar ovzak aytgan. Buni biz yuqoriga aytib kelyapmiz. Hozir juda nima? Mana to'g'ri urgandik, uni ko'rdik, rasmga tushirdik, 1,5 kilometrlar deb beryapmiz. Balki 2 kilometr, balki 1 kilometrda hozir qolar. yaxshi joyda turamiz hozirda mana bu. Yo'q, mana ko'rganman, mana ko'chadan kelib mana. Ha, qarang, o'tib-ku, mana o'tib. O'tgan. Betondan naryoqdan yomon. Bundan yomon o'tgan suv, ozgina suv. Selga bir ozroq sel o'tdi. Qarang, eng yomoni qarang, mana yerda shuni shuni bu hozir boshqanaga mana tuz qarang. Bo'ldi, sizlar aytdinglar, rasmni endi biz yuqoriga tashlab, biz bir o'rtadan lekin vakil. Yo'q, bizga oltin aholi yashaydi bu yerda. Ularning xavfsizligi endi biz ham sizlar tomonidan yer obod bo'lsa borku, chuqur. Biz ham bemalol narsa suvda haydaymiz, bunaqa fermerlarga ham bahas haydaymiz. xotirjam bir joyga ishga chiqa olmaymiz. Shunday, va to'g'ri, sizlarning murojaatlaringizni nahidatlarni o'rinli, yomg'ir yog'adi, o'zlaringizni toshib xavfsizligingizni, ketadi, tinchligingizni bola chaqamizdan xavotirlanib